Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men Jizzax viloyati Arnasoy tumanining 11-sonli maktabda 8-A sinfda tahsil olaman. Bugungi sizlarga aytib beradigan kitobim bu Binafsha shu'lasi. Muallifi Usoma Muslim. Bu kitob Binafsha shu'lasi deyilishiga asosiy sabab har bitta o'qilgan kitobda shu'la, ya'ni nur tarqaladi va kitob o'qiladi va unda real hayotda yashiladi. Bu kitobning asosiy qahramoni Amin amaki va Hayo ismli qiz bo'ladi. Hayoni Amin amaki bilan tanishib qolishining asosiy sababi otasining qishloqqa ko'chib kelishi bo'ladi va bu Hayo ismli qiz dangasa, umuman kitob o'qimaydigan, o'qishga qiziqmaydigan qiz bo'ladi. Amin amaki unga kitob o'qishni o'rgatadi. Bu kitobda eng ayanchli qismi boyagi Amin amakining vafot etishi va Hayo o'qishda yurgan paytlar bo'ladi. Hayo juda xavotirga tushadi Amin amakiga xat yozgan paytlarida va undan kelib xabar olganda Amin amaki vafot etgan bo'ladi. Keyin u Fotima ismli ayolni uchratib qoladi. U ayol Amin amaki vafot etganligi haqida Hayoga xabar beradi. Keyin xat yozmaganligining asosiy sababini so'raganda Amin amaki kitob o'qishni, yozishni umuman bilmagan bo'ladi va Hayo bundan juda ham afsuslanadi. Amin amakidan xabar olmaganidan afsuslanadi va yana u o'qishini davom ettiradi. Keyin u Arandas ismli yigitni kitobda yaxshi ko'rib qoladi. Keyin real hayotda ham uni uchratadi. Xulosa qilib aytganda, bu kitobda kattalarga quloq solish va juda ko'p kitoblar o'qish, bu kitob o'qish bizning hayotimizga juda ham kerakli va hayot qiyinchiliklari uchun asosiy sabab bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.